Assalomu alaykum akalar. Imyomin akamni hoji kelib bir duolarni olib ketdi. Otamni ustozi deb kelgan ekan. Yo'lda charchadim aka, osh yeyishga ham kuchim yetmaydi deyapti. Shunga bir duo qilib bersangiz. Imyomin aka hoji shuni mahkam akam bormaydi. Sizlar kelib yana ham fayz kirib ketdi. Meni o'zimni ham dilim yayradi. Endi o'sha bizni shu marlonchilikda O'zbekistonda shu Qur'onda otangni do'stlarini xabar olgin, otangni do'stlaridan duo olgin degan naqllar bor. Hozir men eshittirib Hoji Akbar ham katta ketib qolibdi dedimda hozir. Chunki o'sha otalarni ko'rganlar, ustozlar mana hammamiz ustozimiz, Farg'ona san'atini ustozi mana Imyomin akam ustozimiz. Qolaversa mana Ahmad akam, iloyim tanijonlari sog' bo'lsin. Bugun o'shanga Hoji Akbar ozgina bir e'tibor qilib duo olay deb tashrif bergan ekanlar. Hozir shu yerda bitta narsa esga tushib ketdi. O'sha san'at o'chog'i Marlon hisoblansa, shu Marlonda ustoz Yusuf Qiziqlar nafaqat O'zbekiston, O'rta Osiyo biladi-ku bularda. O'sha ustoz Yusuf Qiziqlar Moskvaga dekadaga borishganda ohang qiziq bilan aylanishib yursa, O'zbekiston restorani bor ekan. Hatta kimdir ko'rib qoldi, ustozlar kelib qoldi, olib kirishibdi. Moskvada O'zbekiston mehmonxonasida o'tirishib, duo qilishib, haligi hozir deb ketish bilan qarab turib, Yusuf Qiziq ohang qiziqqa qarab, qara. Moskva bo'lsa, bu chaynaydi, qara paxtakorligini. Bu piyalani qara paxtakorligini, to'g'ri aytasiz, to'g'ri aytasiz. Endi bu nonni qarang, o'zimizni Marlon noniga o'xshaydi. Endi gazda yopilgan ekan. Keyin siz bilan bizni sumalayni yaxshi ko'rishimizni qattan bilishdi. Bu idishlarga sumalak ham solib qo'yibdi. Vali garchi solib qo'yadi, achchiq qilib. To'g'ri aytasan. Bizni hurmat qilishdi. Qani bo'lmasa Oxunjoncha yo'q, ustoz boshlab bering desa, bo'pti, Bismillahirrohmanirrohim deb sekin bir chekkasidan tegizib ikkita tishlabdilar-ku. Qiziqdi, ko'zlaridan yosh chiqib yig'lab yuboribdilar-da. Yig'lab yuborgan ekan, ohang qiziq so'rabdilar-ki, ustoz, sumalayingizni ko'zingizdan yosh chiqib yig'layapsiz. Rahmatli onam shu kunlarni ko'rmaganda, rahmatli onam qanday ko'rganda bo'ladi. Oxunjon san ham ol. Degan ekanlar, Oxunjon aka mushuksa qo'li og'ziga sig'argan, olaymi bo'lmasam-da nonni yaramay shunday qilib turib, haligi borini tozalab turib, bitta solibdi. Ustozdan battarroq yig'layapsa, Oxunjon, men rahmatli onam eslab yig'layotgandim. Sen nimaga yig'layapsan? Usta kechirasiz, o'sha paytda xolam o'rniga o'lib ketolmagan ekan. Endi Marlonda bir hangomalar shuning uchun bugun ustoz Hoji Akbarga bir chiroyli duo qilamiz. Ilohim otasini yo'lini bersin. Qarangki, shu bizni Farg'onadan chiqib ichki ishlar polkovniki, O'zbekiston xalq artisti bugungi kunda ham yoshi katta kichik faxr bilan tilga oladilarki, rahmatli Nurdin akam bilan ko'p hamsuhbat bo'lganmiz. Bu kishidagi soddalik, bu kishidagi siniqlik. O'tgan safar Ubaylo Hoji akam bilan ham gaplashib o'tirganimizda, Nurdin akam palonchi $500 bersang boraman, $1000 bersang boraman demaganlarda. Nurdin akam qatga kirsa faiz bo'lib, u aytgandan ham ziyoda bo'lib ketgan. Ilohim ustoz bir duo qilib, Hoji Akbar ustoz otalarning yo'li bersin, bir duo qiling. Yordamlashib oling bu sizga mukofot. Oling bu sizga mukofot. Oling bu sizga mukofot. Kelkelayotasizmi? O'tiring bo'lsin. Pulli bo'lsin. Turib kelganda yaxshi o'lardi. Mayli. Oyog'i yaraman cheki. Mayli, endi biz boshqacha. Mayli. Bu ustozimizni ham Ikkovi biz ham kirishimiz bilan. Duodan oldi.
Mayli. Mana bizni davramizda shu O'rta Osiyo butun dunyoga shu ovozlari bilan oltin harflarda yozib qo'yilgan Ma'murjon Uzoqov, O'zbekiston xalq hofizi Ma'murjon Uzoqovning farzandlari Hasanboy birodarimizni ko'rdilar. Alloh rahmat qilsin ustozlarga. Mana Marg'ilonni yaqinda Ne'matullo Ibrohimovga 80 yilligi bo'ldi. Shunda Marg'ilon san'atkorlar o'chog'i degan bir maqola qilib o'sha kirdi. Haqiqatda Marg'ilon san'atkorlar o'chog'i. Endi Xudoga beadad shukr shu Nuriddinjonni hozir mana nomlari tilga olinyapti. Alloh rahmatiga olgan bo'lsin. Amin. Endi bizim mahallemizde bir Hasanboy Novvoy degan bor. Hozir ham bor. O'sha Hasanboy Novvoyda uylanish to'yida biz borib xizmat qilganmiz. Xizmat qilganmiz. Shu orada mahalliy nimalar, mezbonlar o'zimizda ham bitta shu nima bor, qobil bor deb eshitib ko'ringlar. Yonimga chiqib, men akordeon chalib berganman. O'zlari forma ashula aytganlar. Rubob. Boringki 5-10 kundan keyin o'sha opasi tushgan joyida bizim mahallaga borsa, men yo'ldan o'tib ketibman. Men garovga kirib, pochasidan so'rabdi. Haligi bizni to'yimizda akordeon chalgan hali san'atkor akam yoqqa o'tib ketdi desa, Hasanboy aytdilarki, u kishi bizim mahalladoshimiz. Deb mani olib borishdi. Biza xonadonimizga borishdi. Olib borishib, lekin Hasanboy aytdiki, shunaqa haligi siz yoningizda rubob chalib ashlayotgan nima Nuriddinjon otlari mana shu kishi bo'ladi deb tanishtirib, menga shogird tushmoqchi bo'ldilar. Dadalari rahmatli Usmon tog'am keldilar. Kelib aytdilarki, uka, men shu o'g'limni sizga shogird qilib olib keldim. Go'sht sizniki, suyagi bizniki, eskicha aytganda degan duo qildilar. Boringki, kelasi shanba maktabga borib, ertasiga yakshanba kuni keldi. Kelib o'sha ertasiga yakshanba kuni kelgandan binoan bizni xonadonimizda har hafta shanba yakshanba o'qishdan chiqqandan keyin bizga yurdilar yonimda. Biroq o'qishga keladigan bo'lib qoldi. O'zim o'rgatib, boringki institutga o'zimni ishlayotgan fakultetimga o'qishga nima qildim. Joyladim. Shu endi o'shandan buyon o'sha dadalari tashlab menga duo qilib topshirib ketganlaridan buyon bu kishi mani aytganimdan, chizig'imdan chiqmasdan o'qishni bitirdi. Ittifoqo men ularning gruppasiga kurator bo'lib qoldim o'zim. Keyin 8-mart arafasida Muhammadjon Obidov, Alloh umrlarini ziyoda qilsin, televideniyada onalar to'g'risida shunaqa ko'rsatuv tayyorladi. Shunda men aytdimki, shunaqa bizga 2 ta nomer qo'yibsiz. Bittasini shu Nuriddinjon aytsin. Deb iltimos qildim. O'sha nimaga kiritdi. O'sha ashula ma'qul bo'lib, ko'p joylarga chaqirishdi. Xullas, mana shu kungacha Nuriddin Aydarovning orqasidan juda yaxshi qo'llarda menga Alloh taolo ato qildi. Bittasi Haziniy Eshonbuvamni she'rlari asosida men kuy bastalagan edim. Yo Rasuli Mustafa degan. O'shani zapis qildik Toshkent nimasida, gram zapisida. Boringki umraga boradigan bo'lib qoldim. Ketayotib telefon qilib Jiddadagi o'sha aeroportda turadigan Ahmad Polvon degan Qo'qonli yigit ekan, o'rtog'i ekan. Meni ustozim ketyaptilar, kutib olgan. Borib Jiddaga tushdik avtobusda. Boringki bir nima keldi, Yulis keldi.
Tbilisiga o'xshagan narsa kelib chaqirib atalanchi ibn amir kim xullas akbarxon man dadalarini uchalamizni chamadonlarimni ajratib olib borib o'sha nimaga ahmadjonni nimasiga xonasiga olib kirdi. Olib kiradi, u butun aeroportda shu Osiyodan boradigan hojilarni kutib oladigan davlatda odam ekan. Xullas Nuriddin menga nima berib yubordi dedi. Chamadonda olib kasetani berdi. Kasetani boshida muhtaram yer yuzining muqaddas nuqtasi bo'lgan Makka-i Mukarramada, Madina-i Munawvarada istiqomat qilayotgan vatandoshlar, sizlarga mana Xazina Eshonbuvamni she'rlari asosida ustozim Inomjon Qirg'izov musiqasi bilan mana shu nimani sizlarga mukofot tarzida jo'natyapman deb boshida shunaqa darvozaga nimaga qo'yibda magnitofonga qo'yib xullas u Makkaga bir pasda tarqab ketdi. Qarang, avtobusga chiqsak, Yasinsaga borsak, Yasinsani nimasida kirovishda o'sha Nuriddinning ashulasi aytilib turibdi. Bu endi o'sha Nuriddinjonni Alloh taolo ovoziga bergan shirasi. Qolaversa, ancha-muncha biz o'sha qilgan xizmatimizga roziligi, shunaqa bo'lib orqasidan juda yaxshi kunlarga ko'p ko'rdik. Alloh rahmatiga olgan bo'lsin. Endi hozirgi kunga kelib mana Hoji Akbar bolamiz bu doim Toshkentga borsak, mana bunday paytda ertaklarda aytib berardim. Yonimda o'ralashib yurardi, mana Xudoga shukr. Bu kishiga otalaridan o'sha tushungan ekan, bizga nevara shogird bo'ladi hozir. Haqiqiy ma'noda. Alloh taolo duo qilamiz. Alloh taolo mana shu Nuriddinjon ukamni, shogirdimni butun qo'llagan, yozg'izlagan odamlarning davrasida o'tiribmiz. Hammamizni xonadonimizda, to'ylarimizda, yubileylarimizda xizmat qilib, sidqidildan shu sizlarni ko'nglaringizga olgan shu shogirdimiz Alloh taolo oxiratlarini obod qilsin, joylarini jannatdan qilsin Alloh taolo. Mana Hoji Akbar olamizga ham Alloh o'zini nasibalaridan bisyor qadr qilsin, ato etsin Alloh. Yo'llarda, davralarda otasinin ruhi Alloh taolo shod bo'lsin, Alloh taolo qo'llasin, yuzi yorug' bo'lsin Alloh taolo. Alhamdulillah. Vessalatu vesselamu Resulih Muhammedin ve alihi sahbihi ecmaîn. Allah şerif. Hozirgi suhbatimizdan, zikrimizdan hosil bo'lgan savatlarni Alloh taolo o'zinglar bilan qabul qilgin. Nuriddinali shogirdimizni ruhlariga o'zing tuhfa qilib yetkazgin, oxiratlarini obod qilib, joylarini jannat bog'chalaridan qilgin. Mana endi Hoji Akbar bolamizga o'zingni atab qo'ygan baxt ne'matlarini bisyor Alloh ato etsin. Oxirlarini xayrli qilgin. Onalaring duosini olib, xalqda e'tiborida, xalqda duosida kamtarin bo'lib Alloh taolo dadasiga o'xshab aziz mukarram bo'lib yursinlar. Nurullo Ahmad akam. Rahmat ustoz. Ahmad aka ustozga ham. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Jonim bola, yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Rahmat. Assalomu alaykum. Yaxshi. Ko'rganimni so'rashganingiz kerak. Assalomu alaykum. Mana. Alloh taolo avvalo
birlashtirganingga, qadrdonlar bilan diydorlashishga Alloh taolo qadr berganingga shukrlar hamd sanolar bo'lsin. Mana shu makonlar Alloh obod etsin. Alloh sizlar singari, biz singari mehmonlar shatda orom olib. Alloh mehnat qilganlarga duo qilib. Amin. Alloh taolo shatda obodonchilikni ko'raylik. Har bir bosib kelgan qadamingizga Alloh o'zingizni ulug' savoblaringga Allohu akbar. Shukr. Salomat bo'ling. Nima qildingiz? Jamolni qanaqa bedanam tuxumini arsiz Po'latjon o'rgatdingizmi? Baqami? Ha. O'rgatib o'qiydi. Qanaqa arshinglar shu 7000 ta bedanam tuxumini? Men o'zim o'rgatganman hamma narsani. İyi. Siz bilmaydigan narsalar ham bor. Mana pechkaga o'tni solyapti, suvga pishyapti, turib solsangiz tutamasdan narsam yo'q edi deyapsiz. O'n qo'ying. Suv ham pishyapmizda, xalq qilib sepasiz. Ham doim masti o'zi ichmaydigan, masti rolni o'ynaradi. Boshqa hunarlar ham ko'p. Mana hozir gaplashtiribmiz mana. Chotir qo'tonni qaytadan deysiz uka. Yayilma. Yayilmada otlari mikkala-mikkan. Meni katta akam bo'ladi. Bordi keldimiz yo'qolib ketgan. Bordi keldi, dahno yo'qolgan. Nima yo'qolib ketgan bordi keldilar? Ama ko'rib qolgan joy, ko'rishib qolgan joyda hammadan qadrdonni ko'rishilaveradi. Hop ko'rganlar, "Voh, bular yomon ekan." O'zi ko'rolmaymiz buni. O'z birimizni ko'ramiz. Bir yaxshi xonadonga tushgan. Oldin olsa edik. Hozir ashi suvni Jamoldan aytib berdi Po'latjon. Bodir aka bitta suvga suvni olsangiz dedi, tutamaydi dedi. Aytdim tuta, to'g'ri. Ikkinchisini aytmadingiz. Ikkinchisi agar kattaroq marazligi bo'lsa, odamlar marojna paron sopadi katta. O'shunga moncha qilib, aka kesib turib, o'tinni, qattiq o'tinni sop qo'yilsa, ana nimani ichiga, marazligan ichiga o'zini muz nam tortib turib aka. U ham tutamaydi, ham ko'p yonadi aka. Qurg'ut solib qo'yib, g'uvaytlanib o'chadimi? Bu misol 10 minut yonadigan narsa, xaladinlikdan marazligidan chiqqan o'tin bo'lsa aka, 2 soat, 3 soat yonib beraveradi aka. Salalka, benzin, bunaqa narsa kerak o'zi. emas. Marazilka. Ularda aka Butun Sotirxondan o'rganganmiz ekanlar. Hech tushunmay qoldimmi? O'tinni suv sepish, marazilka, filli xartumi. Ahmad aka. Dadalar o'rtoqlari. Haligi. Nuriddinjon endi ajoyib yaqin o'rtog'imiz. Tanishishimiz ham aslida shu Imyon akamlar sababchi. Bir shunaqa bir voqea bo'ldi. Imyon akamlar, Anvar akamlar nima Manasirga ansambl qilib Samarqandga, Toshkentgami gasolga olib ketganda Imyon akam biz bilan borib kelgan Ahmadjon doirada. 3 kunmi, 4 kun akam bilan to'yga kirganmiz. O'shanda Nuriddinjon akamga shogird bo'lib shunaqa qilib yurdi. Keyin tashqariga chiqdida o'rtoq dedi, aka dedi birinchi. Yo'q. Sen tengdosh bizsan, o'rtoq dedi bo'lmasam dedi, birga shu to'ylarga alohida menga ham to'ylar kelib turibdi, shu birga chiqsak deb birinchi o'sha nima Nuriddinjon atta universitetda o'qiydi, biz muzika bilan yurtida o'qiymiz. Uchrashib ozgina repetitsiyalar qilamiz o'zimizcha. Unda Mamaslar akam o'g'li Ulug'bek ham changda. Keyin Muhammadjon Misha deymiz, Xoliqov. Rahmat, joylarini jannatdan qilsin, ukamizni, shogirdimiz u ham. Akordionda chiqib yurib, birinchi sostavda shunaqa bo'lib yurganmiz. Bu hozir aytaman. Yo'q. 74 tanishganimiz, albatta 74 da tanishganmiz, 76 da biz sostav bo'lib yurgan paytimiz. Keyin 76 da biz Toshkentga bunda ketganmiz, u kishim ham ketganlar. Atta ham endi hali har u kishi maqa bo'lib ketdi, biz vaqa bo'lib ketdik, o'qishga bilan band bo'lib. Shunaqa qadrdon o'rtog'imiz
to'ylarida ham o'zim vakil ota bo'lganman. Uylanish to'yida, dadayga. Bir yurayotganimizda bir voqea bo'lgan, endi qiziq voqea bo'lgan. Ularning qarindoshlari endi Buka dadasimi? Hatta to'yni o'tkazib Nuriddin aytdiki, "Ashu Lenobodda Chimchorolda bitta oshqilib yeb ketaylik, oshmadi." Ha, xo'p. U paytda ozgina bunaqa narsalardan qilinardi. To osh bitguncha, boshqa bo'lguncha hali kemaydi olib, mas'ul bo'lib, sal. Hatta to'yimiz ham bor Marg'ilonda. Oshni yeb, mashinaga o'tirib, baqa to'yga shashlikka borganmiz. To'yga kiramizda hammamiz cho'milayotgan joyimizda to'plarimiz o'sha hali nimada suv cho'milgan joyimizda qolib ketaveribdi. To'yga kirolmaymiz. Rahmatli Misha Shuster basmadi. Borib darrov suvdan 3 ta to'pligini olib keltirib, to'yga shunaqa kirib ketganmiz. Hech esimda sumaydigan voqealar bular. Joylarini jannatdan qilsin o'rtamiz. Mana o'g'illari shu san'at yo'liga kirib boribdilar. Ilam o'sha o'rtog'im obro'sini bersin. Tanjoni sog' bo'lsin, martabasi ulug' bo'lsin. Ilam xonadoniga kemper ketmas davlat huzur barakasini bersin. O'rtog'im qanaqa elga xizmat qilgan bo'lsa, siz ham elga xizmat qilib, otangizga bergan obro' e'tiborlarni bersin. Nazarda bo'lib, nazar kardaligida Allohim Allohu akbar. Salomat bo'ling, rahmat. Rahmat. Oliy Akbar prezidenti imzosi bilan keladigan unvonlar nasib. Ilohim Allohu akbar. Salomat bo'ling. Tonlar muborak. Yilda ichida har xil odamlar bor. O'shalarga yaxshilarga bir nazar topishdi bizga nasib aylasa. Yurgan yo'lingiz ravon bo'lsin Alloh taolo. O'zingizni alohida yo'lingizga Alloh najot bersin. Amin. Assalomu alaykum. Siz hammaning bezovta qiling. Assalomu alaykum. Bo'ldilar xodimlar. Assalomu alaykum. Bo'ldi. Assalomu alaykum. Ayolimda. Assalomu alaykum. Tuzukmisiz? Alayhissalom. Olyapsiz. Salomat. Qancha to'planishlar? Hozir akbarning xizmati bor ekan. Nasıl o'tirdingiz? Kech qolamiz. Duo qilsangiz, yo'lga chiqib ketarsin endi. Usta. Befatar bo'lsin, ilohim yuzing yorug' bo'lib yursin. Allohu akbar. Sog' bo'lgin. Sog' bo'linglar. Bo'pti, hojilar. Hani amin. 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 Bu yaxshiliklarga taqdir kelganiga shukr. Mana qancha qadrdonlardan so'rab ko'rishlik va amin. Mana shu qilish rohiy bo'lsin. Egalari ham sog' salomat vosiylar yorib bo'lsin. Alloh parvo qilmaysiz. Qizil libosga, Yo'q, ha qizil deb o'zi ketyapti. ketyaptimi gapini? Nimaga o'xshatsa Ahmad aka kimga? Rahmat salomat. Yurdakiga yoshligimdan o'xshatishadi. O'ylovim bordi, ana shunda ham o'xshatishadi. Keyin Sulton akaga boshqa narsa aytaman. Men Sharxondan Zokirjon akaning o'g'liman. Ana endi o'xshadi. Zokirjon akam qorachadan kelgan edi. Yo'g'on baquvvat odam. Men indamay turib nima aytdi? Dadalarini ko'rganmiz. Billa xizmat qilishgan Tavakkal akamlar armiyasi. Biz mincha bo'laydik.
Ben ayak uzatyaptilar. Sulton aka, telefon qilib turaman, kelaman, boraman, Yana telefon boraman. qilasizmi? Ayolimni qarang. Tokijon akani o'g'limi. Endi ko'rishdingiz, kim oshxona yemasin, Endi omon bo'ling aka. Men shetdaman, hali ko'p gaplashamiz. Omon bo'ling. Juram qari. Bo'ldim. Kechadan beri indamaydi. Tarix. Ha, yaxshi. Konset, tavakkal akam konseti bo'ldi. Kadida haya bo'lib ketgandi. Tugagandan keyin mashinaga o'tirgan, tavakkal akam men orqada o'tiribman. Dadezlar shunday tavakkal akam yoniga shunday o'tirdi. Buring mashinani. Faqat buravering dedi. Qaqa yuring, mana qaqa yuring, baqa yuring deb to'yga olib bordi. Og'aylarim to'yi bo'layotgan ekan. Kecha o'zi qadam ranjida qilib uchta tashlaydi berib ketadi. Gapini qaytarolmasdi. O'sha to'yga kirib aytdi. Sog'inganmizda o'rtoq sizni sog'inganmizda deb ketguncha hali ham qulog'imda turadi gaplar. Noramat. O'sha Tavakkal aka Qodirov bilan otam rahmatli armiyada birga xizmat. Armiyada birga xizmat. Shu omon bo'linglar. Ko'p gaplashamiz. Bir piyola choy iching, choyimni ichmadi. Sulton aka turdilarmi? Yusufjon qilib ustozdan boshlab hammalari tilga olganmiz. Mamatzoy akamiz Xudo rahmat aytadi. Akamjon sizga beraman. Rahmat. To'xtab tur, senga beraman. Sen cho'ntagimdagi odamsan, hajamga beraman. Cho'ntadaglar aralashmanglar. Mana Jo'raxon akaga qilganmiz, Jo'raxon akaga Nabijon bilan ko'kardi chaman gulzorim ham. Hop, Imom aka, pandemiyadan oldin G'ulom akam hozir ketdilar-ku, uylarida Tavakkal akam rahmatli edi. Hop, shogirdlari sifatida chiroyli kitob yozgan ekanlar, ko'rsatdilar. Men aytdim, qatdan olsam bo'ladi desam, beringsam, ya bu bittadilar, men sizga top beraman. Kimda desam, men o'zim dedim, Sulton akamdan olaman. Ko'rishdi. Shunga ham 4-5 yil bo'ldi. Ana mana bo'ldi. Bir piyola choy ichib o'tdik, bugun nasib qildi. Endi hali duoda alohida shogird bo'lar, shunchalik qayerda bo'lsa, Tavakkal akamni urug'lab, kitoblar chiqardilar. Umri uzoq bo'lsin. Alloh rozi bo'lsin. Hali alohida duo qilinadi. Rahmat aka kitoblar uchun. Rahmat. Sog' bo'ling. Valijon, sen kelasan men. سبحانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام رسوله محمد وعلى الصحابة أجمعين الله Kerim o'qilgan Qur'on tilovatidan hosil bo'lgan savoblarini ikki olam sarvari on Hazrat Janob Payg'ambar Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam ruhoniyatlariga baxshiza qildik. Bu muhtaram zotni Alloh ahli baytlarni Odam ata, Momo ota-onalarimizdan ta shu kungacha Alloh taolo iymon bilan ehsonda zikr qilgan, tilga olgan pir ustozlarimiz ruhoniyatlariga hadoya qildik. Alloh taolo shu ehsonni sohiblari Ubaydullaxon Makamjon ukamiz,
katta xizmatga ijodichi Alloh ziyni bandalarini orzu tilaylarini müstecab kılgın Allah. İnsanlardan hasıl bo'lgan savoblarini ta ro'zi qiyomatda boshlariga saraban qilgin. Alloh shirin mana shu Alloh manzil obod bo'lsin. Alloh rozi bo'ladigan yaxshi suhbatlar bo'lsin. Yaxshi odamlarga qadam yetib, Alloh taolo shuhratda Allohning roziligidagi Alloh taolo bizning yo'llarni ko'rsatgan, bizni adashtirib qo'ymagan. Rabbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azabannar. Robbimiz ham sog' bo'ling vaqtimizga aka, uzoq yillar shunaqa duoga bo'lavering aka. Rahmat. Xursand bo'ldik ko'rishib mana. Alhamdulillah. Ben kuzatib qo'yaman. Valijon ketib qolgani yo'qmi?